Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bu obyektimiz 10 sotikga joylashgan bo'lib, 22,5 ga 16 uyimiz qurilgan. Uyimiz noldan qurib bitkazmoqchimiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Bu uyimizga taxminan 40 ming dollarcha pul sarflandi. Pishgan to'liq pishgan qurilgan. Tondirliklarni ham qalinliklardan qilganmiz. O'rtadagi holimiz 6 ga 13 holimiz bor. Ichkarida 6 ta xonasi bor. Darvozaxonadan kirib kelaverishimiz 30 metr. Hovlining uzunligi ham 30 metr. Hozir ichkarida tashki ishlar olib bormoqda. Bu yerda santexnikalarni boshlaydi, xudo xolasa. Santexnika ataplini xizmatlarini qilyapmiz. Darvozalar qo'yildi.